Sergeli tumani Kengmakon mahalliy navbatchi xonadonimizga keldik. Bu xonadonimizda 2 sotu 6 ta xona, 3 ta sanuzel. Ko'rayotgan bo'lsangiz, darvoza katta. Bu yerga bemalol 2 ta mashina sig'adi. Bu yerda mana yozgi oshxona. Bu yerda mana hojatxona. Podvoli shu joyi tegi podvol. Sergeli keng makon qayerda ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu joyimiz 5-massivdan to'g'riga o'tsangiz arka bor. Arkadan kirsangiz masjid ko'cha bor. O'sha masjidda atrofidagi xonadon. Ichkarini obzor qilib beraman, ko'ringlar. Narxini 159 ming so'raymiz, lekin uy remontlari gapi zo'r qilingan. Bizda kiraverishimiz. Katta oyna qo'yishgan, stol qo'yib, televizor qo'yib. Bizda zal. Zalimiz ham kattagina. Bizda havo aylanishni shunaqa joy qoldirilgan. Yana bitta xonamizda bizda ikkinchi etaj. Bitta razlichka xona. Bizda sanuzel. Yana bitta xonamizda shunaqa chiroyli musrayli qo'yishgan. Bu sanuzel. Mesela bu eski xona. Va bu yerda yana bitta xona.